To'g'onlar, sizlarga ayovoy salon sunush menen chiqyapman. Sebebi siz Moskvadan полностью Rossiyadan men birdekan отправка qilishim kerak, pochta jo'natishim kerak desangizlar, je bo'lmasam mana bu yerdan Rossiyaga jo'natishim kerak desangizlar, sizlarga ayovoy salon sunush bersak qanchada olib ham Rossiyadan je bo'lsam mana bu Qirg'izistondan jo'natsak qanchada bo'ladi desangizlar, sizlarga hozir to'liq ma'lumotni aytamiz. Endi sizlarga сразу adresini aytsam, bu rayon O'sh rayon bo'lib, rayonning janida отправка Rossiya. Kelasiz, kelganingizda mana bu yerda bizning akalar o'zlari to'sib olishadi. Endi aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kishini elga ma'lumot berib qo'ysangiz ham aka, elga da qiziqda. Assalomu alaykum. Bizda Rossiyaning bu shaharlarına yuk jo'natamiz. Например, olib kelib bersanglar Moskvaga har 2 kunda, 3 kunda mashina chiqadi. Men olsa bir jumada yetkazib berib o'tamiz. Olib kelgan жүгүңөрдү бүт Rossiyaning qaysi shaharına deb yozib, chislosidan beri yozib, bu 100% kepildigi menен иштеп o'tamiz. Kilosini qancha aqcha? Biz bunda qarab olaveramiz. Minimal zakaz 500 dan boshlanadi. O'ta o'ng'oyda. Misol uchun men da mana hozir Moskvadan nima qilganman, zakaz qilganman. Bir juma ichida olib kelishdi. Men o'zimga dori zakaz qilganman-da. Bir juma ichida olib keldi. Sizlardagi misol salon sunishda zakaz qilib, misol Moskvadan je bo'lsa, Rossiyaning любой o'lkasidan, любой yeridan zakaz qilsangizlar bo'ladi. Kengir olib kelib berishadi, kepildigi bor deb atadi. Bu yaxshi-da. Ko'rsangizlar bo'ladi. Tovarda ayovoy ko'p. Bu ichkarida. Endi sirtga chiqib ko'ramiz. Sirtdagi tovardagi ko'rsangizlar bo'ladi. To'g'onlar, misol uchun bunda Argen ketadi, Bronitsa, Moskva ko'proq Moskvaga ketadi ekan. Agarda sizda tovar bersangiz, har 2 kunda chiqib ketayotgan. Misol uchun mana bu yerga berdingiz, qachon ketayotgan deb o'ylanmaysiz. 2 kun ichida boy buyursa, misol chiqib ketadi yo'lga. Bir juma ichida Moskvaga yetib keladi. Moskvadan zakaz qilsangiz, Moskvadan misol bersangiz, bir juma ichida kengiri misol olib kelib berishayotgan kepilligi bor ekan. Sizlarga dag'i shunday xizmatlar kerak bo'la turgan bo'lsa, ushul nomerga kengiri qayrilsangizlar bo'ladi. Dag'i mana nomerlarni ko'rsatib qo'yinglar, ha? Ushul nomerlarga kengiri qayrilsangizlar bo'ladi to'g'onlar. Bardigi svязda, bardigi ishlab turadi buyursa-chi. Ushul videoda Moskvaga menda yuk jo'nataman degan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Videoga bir like bosib, bizni podpishka etib qo'yinglar. Tanlo Ardayin sizda. Cho'ng rahmat.